Ajdodlarimiz bekorga aytmagan, qarz uzish insoniy burch, soliq to'lash vatan oldidagi majburiyat. Soliq qarzini paysalga solgan tadbirkor yoki fuqaro nafaqat mol-mulkidan, balki obro'-e'tiboridan ham ayrilishi mumkin. Chunki bugun berilmagan soliq ertasiga jarima, sud ishlari va hatto mulk musadarasiga ham olib keladi. 41 millionda hozir sen olib kelasan, to'lasang pensiya bo'ladi. 7000 ta pensionerimiz bor tumanda. Temir daftarlarga tushadi. 3000 ga yaqin nafaqa oluvchilar bor. Hozir bo'lmasam hokim bor. Boshqaruvdagi avtotransport xizmatlaridan vaqtincha soliq hisobotini topshirib, sverka qilib, yopgandan keyin Qatlaylar, hammasidan qatlab olib. Bugun Guliston tuman hokim vazifasini bajaruvchi Olimjon Jo'rayev boshchiligida tuzilgan ishchi guruh tumanimizning Beshbuloq va birlashgan mahallalarda soliq qarzdorligini undirish maqsadida xonadonbay yurish tadbirlarini o'tkazdi. Pensiya yoshda onangiz bormi? Bor, 86 yoshda. 86 yoshda. Pensiyasini bir kun kechiktirsam nima bo'ladi? Hokim bor. Bo'ldi, masala yo'q, to'laymiz. Bunga faqat hozir vaqt berasiz menga. Men shuncha odam ishlayapman sizga. Men vaqti borki, hozir men vaqtim bilan, o'sha vaqtim bilan kelgan uchun keldim. Bugun men sizga hozir uzr rais. Hozir 10 million to'lab beraman. Masala yo'q. Barmiz Xalqaro fermer xo'jaligi rahbari soliqlarni qisman to'lab berdi. Qolganlarni ham undirib davom ettiradi. Mahallalardagi ba'zi uddaburon soliqdan qarzi bor tadbirkorlar va fuqarolar hashamatli hayot tarzi, dang'illama uylari, qimmatbaho mashinalar ko'zni qamashtirsa-da, shu vaqtgacha soliqdan qarzdorlikdan to'lanmayotgani ajablanarli. Soliq to'lashimiz kerak. Soliq olta majburiyat bugun tadbirkorsiz. Men sizni qo'llab-quvvatlayman. Bugun siz men bilan biz bilan yelka-melka ishlamasangiz bu qanday bo'ladi? Muddat o'tgan qarzdorlik. Bitta turganini o'zi muddat o'tib, raskoshkasining o'zi 120 milliondan oshdi. Tuman hokimi boshchiligida tuzilgan ishchi guruh tomonidan soliqdan qarzdor tadbirkorlar va fuqarolar xonadoniga borib o'rganildi va mol-mulkini musodara qilishga qaratildi. Hurmatli tadbirkorlar va fuqarolar, soliqlarni o'z vaqtida to'lashni unutmang. O'z vaqtida to'langan soliqlar nafaqat qonuniy burchni ado etadi, balki jamiyat taraqqiyotiga ham hissa qo'shadi. Zero soliqlar maktablar, shifoxonalar, yo'llar va xalq farovonligi uchun xizmat qiluvchi boylikdir.